Yuqoridagi toshma elementlari sizga tanishmi? Keling, bugun shu haqida biroz gaplashamiz. Hozir bu toshmalar xalqimiz orasida eng keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu toshma asosan zamburug'lar va virusli infeksiyalar tufayli kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Asosan bog'cha va maktab yoshidagi bolalarda uchraydi. Bu toshmani boshqa toshma elementlaridan farqli tomoni og'iz bo'shlig'ida zamburug'li toshma elementlari va periferik qismda qo'l va oyoq sohalarida mayda qizil toshmalar bilan klinika berishi boshqa kasalliklardan farqlashimiz uchun juda katta rol o'ynaydi. Sizning farzandingizda yoki yaqiningizda xuddi shunaqa toshma bilan kasallangan bo'lsa, maslahatim pediatr shifokoriga murojaat qiling. Nega? Chunki ko'pchilik shu yerda xato qilishadi. Yuqumli kasalliklar bilan adashtirib qo'yishadi. Yuqumli kasalliklarni davolash kursini olib, biz davolash kursini to'liq olmaganligimiz uchun davolash yetarli samara bermasligi mumkin. Davolash haqida biroz gaplashamiz. Birinchi navbatda simptomatik, ya'ni bolaning holatidan kelib chiqqan holatda. Ikkinchisi zamburug'larga qarshi dori vositalar va uchinchisi bizda virusga qarshi dori vositalari. Mahalliy dori vositalaridan foydalanish. Gapimiz yakunida nima demoqchiman? Bu kasallikni boshqa yuqumli kasalliklardan yana bitta farqi, bu kasallik bir necha oydan keyin yoki bir necha yildan keyin yana qaytadan takrorlanishi mumkin. Shuning uchun gigiyena va tozalikka rioya qilishingiz so'raladi. Rahmat.